Assalomu alaykum, xayrli tong azizlarim. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Men shoshilib havas qilishimga ketyapman. Ertalabki guruhim bor. Xudo xolisa Faridaxon bo'lsa bog'chaga. Va alaykum assalom. Ra'noxon uyqudalar. Sizlarning ham bolanglarning o'sha uyqusi alishib qoladimi? Yaxshi uxlaydi ba'zida, keyin soat kechqurun 12-1-2 gacha yuradi-da. Uyqusi shunaqa pishib qolgan, уже uxlamaydi, o'ynab yuradi. Mayli, tanjon sog' bo'lsin. Shunaqa kiyintirgunimgacha tiq etib ko'z ochilmadi-da. Uxlayapti. Ezilibman. Ana qara, ana achi. Ana xazonning 2-3rada anaqa o'zini kichkina mashinachasini olib o'ynab o'tiradi. Mashinachasi bor pushti, Barbili. O'shani o'ynab o'tiradi kechqurun. Kunduzi o'yinchoq o'ynamaydilar, kechqurunga kelib o'ynab qoladilar. Chalg'itib. Sizlarning ham bolanglar ham shunaqa. Ra'no Mani Faridaxon qizim rosa ham Ra'noxonni yaxshi ko'radi, Gulrayxon ham yaxshi ko'radi, qariydi, lekin Faridachalik emas-da. Farida jonini berib qarab yuradi. Endi 1 yoshga to'ldi Ra'noxon, lekin so'z lug'atlar juda boy. O'sha gaplarini tushuntiryapti, suv ber, u bu deb rosa gapiradi. Gapini tushuntiradi. Hammasiga sababchi mana shu Faridaxon. Nimalar deydi Farida? Ra'no uyni der Tushib ketdi deydi. tushib ketdi keyin Ayajon. ayjon ayo Ha. ado adajon deydi. Opa deydi. Opa suv ichaman deydi. Opa ocham deydi. Keyin Nima deydi Pepsini olib kelib? Och bi. ochib bering deydi. Keyin esa bo'ldi. Ishxonamda mayzlarim bu yoqda qo'rqib bichayotganlar bor, lekin qo'rquvni yengmoqmiz. Umuman noldan kelgan opamiz, eslab qolinglar shu opamlarni. Ismingiz nima edi? Gulnora. Gulnora opam, eslab qolinglar shu opamlarni. Xudo xolisa zo'r kostyumlar, paltolar tikkanlarda, xudo xolisa imtihonlardan o'tganlarda 5 baholab qo'yamiz. Bu yoqdagi mana opalarimizni ovanda ishlab chiqarishda ishlaydigan opamlar tarlatib уже tikyaptilar. Bu yerda staji borlar ham bor, noldan kelganlar ham bor. Hamma o'zi uchun o'rgangani kelgan, bichishyapti. Уже 2-darsdan shalvarni boshladik azizlarim. Xudo xolisa. So'rayotganlar uchun yana bormi offline kurs deb yo'q, уже yopildi. Joylar to'lgan. Narigi gruppa qachon ochilishini hali aytmayman, hali o'zim ham bilmayman. Ochilishini bilishim bilan, belgilashimiz bilan sizlarga aytaman. Srochni yozdiringlar, chunki bittada joylar to'ladi. Sog' bo'linglar.